Sevgi o'zi insonni ixtiyoridan tashqaridagi narsa. Ya'ni inson xohlagan odamini sevib qolib, xohlagan odamini yaxshi ko'rib qolib, xohlagan odamini yomon ko'rib qololmaydi. Chunki bu insonning qo'lida emas. Nima unda insonning qo'lida desa, insonning qo'lida buni boshqarish, buni kontrol qilish. Ba'zan insonga imtihon uchun beriladi sevgi. Ba'zida ne'mat o'laroq beriladi. Sinov uchun berilgan, imtihon uchun berilgan sevgi shunaqa bo'ladiki, siz yaxshi ko'rgan odamingizdan uzoqlashishingiz kerak bo'ladi. Mana shu paytda siz insonligingiz ishga tushishi kerak. Hayvondan farqingiz bo'lishi kerakki, sevgi degan tuyg'ularingizni boshqara olishingiz kerak. Bo'lmasam hayvondan farqingiz qolmaydi. Mukofot uchun ne'mat qilib berilgan sevgi qanaqa bo'ladi desa, bu haqiqiy zo'r narsa. Bu ne'mat uncha-muncha insonlarga berilmaydi. Uncha-muncha insonlarning hayoti sevgi bilan o'tmaydi. Sevgi agar ne'mat qilib berilsa, sizning hayotingizda boshqa insonlarning hayotida yo'q ranglar paydo bo'ladi. Sevgi, muhabbat insonning hayotida bo'lmasa-chi desa, bo'lmasa hech narsa qilmaydi. Chunki inson xohlagan odamini chin ko'ngildan sevib qolib, yaxshi ko'rib qola olmaydi, xohlagan odamidan ko'nglini qaytarib ola olmaydi. Bu insonning ixtiyoridan tashqaridagi narsa. Insonni sevgi ustida qiladigan ish shuki, uni kontrol qilish, uni chegarasini bilish, uni me'yorini chiza olish. Shundagina inson insonlik qilgan bo'ladi. Siz tuyg'ularingizni kontrol qilishingiz ham kerak-da. Unda o'ylab qarasangiz, tuyg'uni kontrol qilishga qodir bo'lmasangiz, tuyg'ularingizni talabini qondirib yurgan bo'lsangiz, aql degan, tushuncha degan narsani sizga nima kerak bor? Shuning uchun ham sevgi, muhabbat, ne'mat qilib berilgan bo'lsa juda ham yaxshi. Lekin yo'q bo'lsa-chi desa, yo'q bo'lsa hech narsa qilmaydi. Yoshlarga shuni tushuntira olmaymanki, sevgi, muhabbat bilan ovora bo'lish erkak kishining hurmatini ancha tushirib tashlaydi. Bo'lsa yaxshi, bo'lsa zo'r, shukr qilib buni qadriga yetiladi. Bo'lmasam hech narsa qilmaydi. Bu yerda chegara shu bo'lsinki, erkak kishida g'ururi, oriyati, nomusi, chesti chegara bo'lsin. Uni sevgi, muhabbat deb sotib olmasin. Bu erkak kishiga yarashmaydi. Meni videolarimda, meni storieslarimda nazarda tutgan narsam shu. Men yaxshi ko'rmasin, kim yaxshi ko'rsa ham tashab ketsin demoqchi emasman. Kontrol qilishni o'rgansin demoqchiman. Bo'lmasam insonning tuyg'ulari halok qiladi uni.